Amerika parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan kishilik huquq dafsanchiliklariga qarata hukumatni harakatga o'tishga undaydigan qonun loyihasini tanishtirdi. Cumhuriyetçiler Partisi'den Kengash Palata a'zosi Marco Rubio ve Demokratlar Partisi'den Kengash Palata a'zosi Robert Menendez tarafidan o'tirib qo'yilgan qonun loyihasida Sharqiy Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq musulmon asonliqlarning qamab qo'yilishining tekshirilishi, Amerika Tashqi ishlar ministrligidan maxsus moslashtiruvchi organ qurilishi, Federatsiya tekshirish idorasi qatorliq istixborot organlarining bu haqdagi xizmatlarini kuchaytirish qatorliq takliflar o'tirib qo'yildi. Amerikaning Xitoyga embargo yurgizishi tashabbus qilingan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi o'tgan yili 11-oyda Kengash palatasida o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin qonun turg'izish yilining oxiriga kelib qolgan bo'lg'achqa yo'lga qo'yilmagan edi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya siyosatining bir qismi sifatida elib berayotgan xohlagancha tutqun qilish va Xitoy o'lkalariga surgun qilish davomlashayotgan bir paytda Xitoy matbuotlari Xotan va Qirg'iz noyilaridan nomrodlikni yo'qotish bahonasi bilan ishga o'rlashtirish nomida Uyg'ur qizlarining Xitoy o'lkalariga avatilganligi xabar qilindi. Egallanishicha, bu qatim avatilgan odam soni 167 nafar bo'lib, Xitoyning Jiangxi o'lkasiga arzon emgak kuchi qilib ishlatilgan. Turkiyaning Nigda Gaziantep shahrida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmga qarshi namoyish o'tkazildi. Nigda shahrida Qo'lmol jamiyati va ba'zi ommaviy tashkilotlarning qo'llashi bilan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatlariga norozilik bildirish uchun yurish faoliyati o'tkazildi. Shuning bilan birga Gaziantep ommaviy tashkilotlar birlashmasi Sharqiy Turkiston haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarning yenda ekanligini bildirdi. Liviya dengiz sahilida 120 ko'chman o'ltirgan bir kemaning cho'kib ketganligi, 2 buvoq va bir homildor ayolni o'z ichiga olgan 117 kishining bo'g'ilib o'lganligi, 3 kishining qutqizib olinganligi xabar qilindi. Italiya matbuotlarining xabarlariga asoslanganda, bu kema Garalbulli shahridan chiqqan bo'lib, 10 soat yurgandan keyin Trabzon shahridan 45 dengiz milli yiroqlikdagi bir joyda cho'kib ketgan. O'tgan yil sentabrda Xitoyda qo'lga olingan xalqaro soqchi tashkilotining raisi Ming Hongweining ayoli Grisining siyosiy panohlik tilaganligi bildirildi. Interpol joylashgan Lyon shahrida o'ltiraqlashgan Grisming va 7 yoshli qo'shkizak qizlari Fransiyadan siyosiy panohlik tildi. U Fransiyadagi bir radioning ziyoratini qabul qilganda o'zining go'raga ilinishidan qo'rqqanligini bildirib, g'alati telefonlar keladi. Avtomobilimni ziyonga uchirdi dedi. Bir jup Xitoy ayolining o'zining iziga tushib mehmonxonagacha kelganligini bildirgan Ming bexatarlik sababli yuzini ekranda ko'rsatmadi.